uka hozir sirli ochilib ketib qolyapti. Hech qilib. Bo'lsa bo'lsin, haqqa manfaatli bo'lsin aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu safargi videomiz Atachentolar haqida bo'ladi. Hop, bitta o'rtag'ingizni yoningizga olasiz. Hop, haligi misol ustalarni haligi chaqirib yoki bo'lmasa plyus yetmayotgan bo'lsa, o'zingiz tayyorlash jarayonini ko'rsatib beramiz. O'z bitta o'rtag'ingiz bilan tayyorlab qo'ysangiz bo'ladigan holatda qilib beramiz hozir. Yo'q. Hop. Endi hozir nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib devorli holatini aytib o'tsangiz. Devorli holati aka Shkakulovka bo'lishi mumkin. shpakilovka bo'lgan holatda, Shpakilovka holati bo'lsa, bo'lgan holatda bitta tekis qilib shpakilovkani topib oladi. shunaqa ikkisini shpakilovka topilgan holatda. Aboga qanday tayyorlansa shpakilov devor. Bunga ham xuddi shunaqa. Shunaqa tayyorlanadi. Gruntovka, shpakilovkadan keyin albatta gruntovka suvga majburiy. Sababi qilgan mahsulotini nimasi bilinishi uchun, sifati bilinishi uchun, rangi ochilishi uchun bir qator gruntovka bo'lish shart. Deylik, shpakilovkani qilgizib oldingiz yoki bo'lmasa shpakilovkani tekis qilib totib oldingiz. Tottirib olganingizdan keyin, ustiga qilib olganingizdan keyin Atachentoga o'sha plyus yetmayapti, o'shani bitta o'rtag'i bilan qilib olishga vaziyat qilib beramiz hozir. Hozir ikki xil variantda ko'rsatamiz. Bitta o'zini sveti, bitta o'zini sveti bo'ladi. Muz svet bo'ladi. Bittasiga hozir endi trendda bo'lgan hakki svetni qilamiz. Xo'p, bittasi rangli, bittasi o'zining holati. Endi tarafga qarab yana qo'llarni qo'shishlaring mumkin. Bismillah. Qo'llar qo'shilyapti. Bir tomonga qo'shilyapti. Birislar yonma-yon qilib ko'rsatyapti. Operator yaqinroq keling. Screenshot qilish uchun o'sha video jarayonlarini ko'rsatyapmiz. Endi har kim o'zi xohlagan, o'zi shu yerda qilinadi. O'ziga yoqqan svetda qilgani ma'qul. Kimga qanaqangi yoqqan bo'lsa, o'sha jarayonni qilinaveradi. Biroz o'sha hakki svetda ham ochrog'i bo'lib chiqar ekan, Shunaqa. U endi qo'shish holatiga qarab, miqdorini qancha qo'shilishiga qarab turib, hozir deylik o'rtacha bir 100 gram Atachentoga mana shu bitta qo'llarimizni 3 dan 1 qo'shildi. 3 dan 1 qo'shildi. Ana shundan hisob qilib mo'ljal qilib olaverasizlar. Endi nimaga rang chiqarish o'ziga har kim o'ziga bog'liq-ku. Kimga to'qloq svet yoqadi, kimga ochroq svet. Shunday. Xo'p, albatta o'zini svetdan boshqa. O'zini muz sveti. Hech qanaqa rang qo'shilmagan, hech nima qo'shilmagan. Bismillah. DVP na ko'rinishida oddiy DVP holatda bu namuna sifatida. Namuna sifatida, lekin buni inobatga olishdan kerak. Bu narsa Atachentoni sifatini birga bir ochib bermaydi. Sababi bu oq holatda emas, shpakilovka holatda emas, gruntovka bo'lmagan holatda bu. Bu shpakilovka, gruntovka bo'lgan holatda bo'lsa, mana bu narsa Atachentoni undan ham chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqib beradi. Endi sizlarga biroz qiyin bo'lmasligi uchun o'sha namuna sifatida ko'rsatib berilyapti. Ko'rib turibsizlar. Juda o'zi shunday ham videoda ko'rinib turgan bo'lsa kerak, bileslari ham chiqib ko'rsatib berilyapti. Buni yuvsa ham bo'laveradi, bemalol suv sepsa, yuvsa ketaveradi. Qalin yupqaligi surkashlariga bog'liq. Qanchalik o'zlaringni surkashlari ko'proq bo'lsa, yupqaroq bo'lib, o'sha vaziyatga qarab chiqaveradi. Yana bitta narsa ma'lumot o'rnida, hozir bu videomiz cho'zilib ketib qoladi. Shu xuddi shu narsani 2 minut turgandan keyin ustidan yana bir marta yengil yozib olinsa, yana bo'lib fasonlar chiqadi. Bilesini ko'rinishi oson bo'ladi, Shunaqa. Juda ko'p xonadonlarda yana bitta narsa aytib o'tib ketaylik. Deyarli o'sha oqlangan yoki bo'lmasam shkaturka qilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha albastr qilgan bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Shunaqa. O'shanaqangi xonadonlarga bo'lsa, ayniqsa o'sha juda bir qator o'sha rodmindami, o'sha shpakilovkadami tortib qo'yib, buni misol devorda ortiqcha tekis bo'lishi ham shart emas, to'g'rimi? Endi tekis bo'lsa imkon qadar tekis qilgan yaxshi. Sababi qilingan mehnat juda samarali ko'rinadi. Mana oddiy o'zimiz jaydar uslubda, mana ko'rib turibsizlar, ko'rsatib bitta narsa ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Men usta emasman. Oddiy sotuvchi insonman. Lekin bu narsani har kim ham qiladi. Misol uyda jiyaningizga berib qo'yasizmi, yo bo'lmasa 3-4 yashar farzandingizga berasizmi? Mana qilib
o'zingiz uchun qilsangiz bo'ladigan narsa bu. Maktab o'quvchilari bilan mana misol bag'i eng kamida o'sha 4-sinf, 5-sinf bola ham bemalol qiladigan holatdagi jarayonni ko'rsatib beryapmiz sizlarga. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana jarayonni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Ayollarmi, farqi yo'q, erkaklarmi, jinsidan qat'iy nazar, aqli hushida joyida odam bo'lsa bemalol qilaveradi. Uyda bo'lsa oilaviy qilib qo'ysalar ham bemalol bo'ladigan video bo'ldi. Chiroyli qilib nima qilyapmiz? O'zimizni mana jaydar uslubda qilib ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'p, o'rtasini nima qilamiz? Skochni olamiz. Tomondan ko'chiriladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu oq rangi, bu svetli rangi. Endi bu hali ko'rinishligi uchun bir ko'rsatuv namuna sifatida naqllanyapti, lekin sal qalinroq qilib qilinsa ham juda boshqacha bo'lib ko'rinadi. Mana telefonni svetini yoqib ko'rsatib o'tyapmiz mana. Ko'tarib bir yaxshi. Endi hozir mana uni sal qo'yroq qilib ko'rsatganimiz uchun bilesli bo'lib chiqyapti. Buni ochroq qilib ko'rsatganimiz uchun biroz o'sha patolog qismi ichidan ko'rinib turibdi. Xo'p, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Yana qanaqangi nimalar ko'rsataylik, qanaqa narsa haqida ko'rsating deb aytib o'tishlaring bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.